Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövanda diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. 1 fevral kuni 10 ming Uyg'ur musofirni Kanadaga o'rinlashtirish haqidagi qaror loyihasiga ovoz berish yig'iniga kuzatuvchilik sifati bilan qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, Qurultay ijroiya komitetining raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, Qurultay Qonun Komitetining mudiri, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining raisi Mehmet To'xti, Qurultayning bayonotchisi, Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkinlardan tarkib topgan Qurultay hay'ati, Parlament Kanada Ko'chmanlar ministri Sin Fraser apandim bilan ikkinchi qitim ko'rishib, mazkur qarorning parlamentda birdek ovoz bilan ma'qullanganligiga rahmat etish bilan birga, Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining 10 ming Uyg'ur musofirni Kanadaga o'rinlashtirish jihatda Kanada hukumatining buningdan keyin ilib boradigan konkret xizmatlarga yaqindan moslashib berdiganligini, bo'lib Kanadaga keladigan Uyg'urlarni tanlash, ularning kimlik salohiyatini turg'izish jihatlarida moslashadiganligini ifoda qilishdi. Kanada Ko'chmanlar ministri Sin Fraser apandimmo ko'rishdi qilgan so'zida 10 ming Uyg'ur musofirni Kanadaga o'rinlashtirish haqidagi qaror loyihasining birdek ovoz bilan ma'qullanganligi munosabati bilan Uyg'ur xalqini tabriklaydiganligini ta'kidlash bilan birga, Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining bu jihatda hukumatga moslashib berishdan cheksiz mamnunlik tuydiganligini ifoda qildi. 7 fevral kuni Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining mas'ullari bilan Kanada Ko'chmanlar ministrligining xodimlari maxsus uchrashib, 10 ming Uyg'ur musofirni Kanadaga o'rinlashtirishning konkret plan programmalarini muzokara qildi va bu haqda ish taqsimoti ilib bordi. 1 fevral kuni Kanada parlamentida birdek ovoz bilan ma'qullangan bu qaror loyihasi Xitoyning ziyonkashligidan qochib 3-davlatda yashayotgan Uyg'ur va boshqa Turkiya az sonli millatlardan 10 ming kishini 2024-yildan 2026-yilgacha bo'lgan 2 yil ichida Kanadaga yetkazib kelishni o'z ichiga oladi. Qaror loyihasining 1 fevral ma'qullangan oxirgi nusxasiga ba'zi tuzatishlar kirgizilgan. Uningda hukumatning 10 ming Uyg'ur musofirni Kanadaga yetkazib kelish planini 100 kun ichida parlamentga bildirishi. Shundaqla bu loyiha faqat Xitoyning ziyonkashligidan qochgan Uyg'ur va boshqa Turkiya az sonli millatlar bilan cheklanganligi ta'kidlangan. 5 yildan buyon Dunyo Uyg'ur qurultiyiga vakolatan mazkur programmaga boshlamchilik va yetakchilik qilayotgan Qurultay Qonun Komitetining mudiri, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining raisi Mehmet To'xti apandimning bildirishicha, o'zlari turishliq davlatlarning garajdonligiga o'tganlar Kanadaga o'rinlashtirilganlar qatoriga kirmaydi. Faqat Turkiya va boshqa davlatlarda Xitoy pasporti bilan turayotgan yoki pasportsiz va iqomatsiz turayotgan Uyg'urlar asos qilindi. 10 ming Uyg'ur musofirni Kanadaga o'rinlashtirish haqidagi qaror loyihasining 322 ga qarshi 0 ovoz bilan ma'qullanganligi munosabati bilan shu kuni Kanada parlamentida o'tkazilgan tabriklash va kutib olish yig'iniga Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati va Kanadadagi bir qism qarindoshlarimiz bilan birga 5 nafar ministr, 27 nafar parlament a'zosi va 3 nafar senator qatnashgan. Navbat Kanadada ziyoratda bo'layotgan Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati Mehmet To'xti apandimning hamrohligida Kanada Tashqi ishlar ministrligining o'z ichiga olgan Kanadaning bir qism hukumat organlarini ziyorat qilib, o'zlarining Kanada hukumatidan kutadigan ba'zi konkret talablarini o'ttirib qo'ygan. Kanadaning bosh ministri Trudeau va uning kabina a'zolari 10 ming Uyg'ur musofirni Kanadaga o'rinlashtirish haqidagi qaror loyihasini qo'llab ovoz bergan va parlamentda Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati bilan orqa-orqadan 2 qatim uchrashuv ilib berib, o'zlarining tabrikini va qo'llashini ifoda qilishgan edi. 1 fevral kuni 10 ming Uyg'ur musofirni Kanadaga o'rinlashtirish haqidagi qaror loyihasi birdek ovoz bilan ma'qullangandan keyin stansimizning ziyoratini qabul qilgan Dolqin Aysa apandim tövendikilarni bayon qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyidan bir hayat biz Kanadaga yetib kelib, Kanadadagi faoliyatlarimizni başladık. Bizning bu qatimgi Kanada faoliyatlarimizning asosiy maqsadi Xitoy irqiy qirg'inchiligidan qochgan bir qism Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimizni, Uyg'urlarni Kanadaga ko'chman qilib yerlashtirish masalasi. Buni bir qancha yildan buyon Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshliq Uyg'ur tashkilotlari jumladan Kanadadagi tashkilotlarimiz Uyg'ur haqlarini himoya qilish tashkiloti, Kanada Sharq Turkiston birligi, Kanada hukumati bilan, parlamentlar bilan Uyg'urlarni Kanadaga ko'chman qilib yetkazish masalasi haqida jiq suhbatlar, muzokaralar bo'lgan va Kanada parlamenti 2020-yil tunji qatim Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan bir parlament. Shuningdan keyin bu qarorni amaliyotga aylantirish uchun ko'plagan xizmatlar ishlandi. Natija itibari bilan M62 ismli Uyg'ur 10 mingdan ortiq Uyg'ur muhojirlarini Kanadaga o'rinlashtirish
haqidagi qaror loyihasi parlament a'zosi Samir Zubayra tarafidan parlamentga sunuldi. Bu loyiha iqtidordagi, muhalefetdeki köp partiyadaki tüm parlament a'zolarining qo'llashiga erishdi. 30-da parlamentda bu umumiy muzokara qo'yildi. Bizga nayt ümit berdigan Uyghur erkiy qirg'inchilikdan kechayotgan Uyg'urlarga ega chiqishning Kanada hukumatining, parlamentning va insonlikning bir majburiyati ekanligi haqida nayt har qaysi partiyalardan parlament a'zolari bu fikrlarini bayon qildi. Endi bugun 2 ayning 1-kunisi bu qaror ovozga qo'yildi. Bu qarorning o'tadiganligiga nayt ishonchimiz bor, chunki biz hozirgacha nurg'un parlament a'zolari bilan ko'rishdik va shuning bilan birga jumladan Kanada baş ministri bilen, Tashqi ishlar ministri bilen, Qatnash ministri bilen, Maliya ministri bilen görüşüp özümüzün arzularımızda qo'llashlarga bo'lgan rahmatlarini ifoda qildik. Demak, bu qarorning bugun qabul qilinishi Uyg'ur davosining, milliy davoyimizning texmi bir qadam ilgirlaganligining va amaliy bir natijaga erishganligining alomati. Shundaqla boshpanasiz qolgan, vatansizlik vaziyatga tushib qolgan xalqimiz uchun bir qutulishning bir nijotligini ko'rgan bo'lamiz. Bu munosabat bilan biz Kanadadagi faoliyatlarimiz aldığımız günlerde yana devam qildi. Kanada parlamentiga, hukumatga ve bununla hizmet qilgan bütün insanlara rahmetlerimizni bildiramiz. Norvegiya Liberal Partiyasi Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi qilmishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb hukm chiqargan Uyg'ur sud kollegiyasi bilan mazkur sudning qurilishiga sababchi bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultayini 2023-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlik ko'rsatganligini e'lon qildi. Mazkur qaror Norvegiya Liberal Partiyasining Ani Breivik qatorliq 3 nafar yuqori darajalik amaldor tarafidan 3-fevral kuni Osloda e'lon qilindi. Bu vaqtdagi axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilgan Norvegiya Liberal Partiyasining mas'uli Ani Breivik, Uyg'urlar uzun yillardan buyon Xitoy doiralari tarafidan sistemlik ziyonkashlik uchrab kelmoqda deb ko'rsatdi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur sud kollegiyasi Uyg'urlar uchirgan insoniyat qarshi jinoyatlarni fosh qilish uchun ajoyib muhim xizmat qildi dedi. Bu vaqtdagi xabar Ani Breivik xonimning Twitter sahifasida e'lon qilindi. 31 yanvardan 1 fevralgacha Amerika poytaxti Washingtonda o'tkazilgan 2023-yillik Xalqaro diniy erkinlik oliy kengash yig'inida Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat eng muhim temalarning biri bo'ldi. Amerika hukumatining sobiq xalqaro diniy erkinlik bosh elchisi, shundaqla mazkur oliy kengashning raislarining biri bo'lgan Sam Brownback apandi va Tom Lantos kishilik huquq va adolat fondining raisi ham mazkur oliy kengashning yana bir raisi Dr. Katrina Lantos Sivit xonim riyosatchiligida 31 yanvar kuni Amerika Davlat Majlisida o'tkazilgan ochilish marosimida so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi Zubayra Shamsiddin xonim Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga Amerika boshchiligidagi demokratik ellarni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun amaliy harakatga o'tishga chaqirdi. Zubayra xonim so'zda yana agar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga sukut qilib turavergan taqdirda butun dunyoning Xitoyning tahdid ostida qoldiganligini alohida eskartib o'tdi. Zubayra xonimning ta'sirli nutqi 100 ga yaqin davlatdan kelib yig'in qatnashgan vakillarni alohida ta'sirlantirdi. Bu qatim chaqirilgan 2023-yillik Xalqaro diniy erkinlik oliy kengash yig'inida alohida taklif bilan qatnashgan Zubayra xonim yana mazkur kengashning 1 fevral kuni o'tkazgan muloyiza munbir bo'limida takror so'z qilib, Uyg'ur sud kollegiyasining hukmi qurultay tarafidan Angliya, Argentina, Germaniya qatorliq davlatlarning sudlarida boshlatgan qonuniy harakatlar haqida tafsiliy tushuncha berish bilan birga Xitoyning irqiy qirg'inchiligidan hisob so'rashga yetarli paketlarning tog'dek do'linib yotganligini, agar ko'rmandisi yuzlagan, hatto minglagan shohid, doklad va arxivlarning mavjud ekanligini, shunga ba'zilarning paket yo'q, shunga irqiy qirg'inchilik deyolmaymiz deydiganga hech qanday bahonasining qolmaganligini, dunyo jamoatchiligining Xitoydan dodillik bilan hisob so'rashga jur'at qilishi lozimligini alohida eskartib o'tdi. 2 kunlik yig'in jarayonida Zubayra xonim dunyoning har qaysi ellardan kelgan vakillar bilan keng doirada uchrashuv ilib berib, Uyg'ur masalasi haqida ayrim suhbatlashish fursatiga erishdi. Amerika hukumati Uyg'ur majburiy emkiga chetishlik bo'lganlik gumoni bilan Xitoyning alyumin mahsulotlarini cheklashga boshlagan. Bloomberg to'rining bu vaqtdagi xabarida aytilishicha, Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi Xitoyda bo'libmi Sharq Turkistonda yasalgan alyumin mahsulotlarini tutib qilish uqtirish tarqatgan bo'lib, u asosliq mashin zapchastlarida ishlatiladigan alyuminni nishon qildi ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning qarorini ayiblagan.
Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mao Ning kundalik axborot yig'inida muxbirlarning bu vaqtdagi savoliga javob berganda, Amerika Şinjongda mavjud bo'lmagan irqiy qirg'inchilikni bahona qildi. Savdo masalasini siyosiylashtirib, ta'minlash zanjirini muqimsizlashtirdi degan. Amerika hukumatı bultur 6-oydan boshlab Uyg'ur majburiy amkining oldini olish qonunini rasmiy holda ishga kirishtirgan va Uyg'ur majburiy amki asosida ishlab chiqarilayotgan paxta, pomidor va yerim o'tkazgich yasashda qo'llanilgan polisilikon qatorliqlarni cheklagan edi. Bloomberg to'rining muxbirlari bu vaqtda Sharq Turkistondagi alyumin yaproqchisi ishlab chiqaradigan Xinjiang Dunyoviy birlashma shirkati, Sharq Umid guruhi shirkati va Tangirtog alyumin guruhi shirkatlariga telefon qilgan bo'lsa-mu, ammo ulardan hech qanday bir inkos ola olmagan. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Allohga omonat.